Sizga to'tal yurak to'tal jiya qo'ydik-la ish qitim bo'lib. Qanchalik bo'ldi shu jiya qo'yganlar? 6 oy oldu ha. Hozir mana yo'l maqsangiz nafas qilishingiz xil yaxshi. Yaxshi. İlgari maqsangiz yaxshi yurakda sizlar uchoq ma'lumotlaringiz nima? Chiqsam Iliq bunda yurak silib, ma'lumotlaringiz boshlanma. Omda yer mag'ribdi. Ha. Bak hozirgidek jilliq emasdingiz. Ökseni bakardı var şimdiden de. Uni xatarlik demaymiz. Qarang, bu yurakdan kelmay tomiriga bak qon mangmagandek-a, qarang. Bu yurakdan tomiriga qon mangmasa shu odamning qo'saq tomoq yemaganga o'xshash shu. Ya biroq shu chaqda ish qilib ishkini bisildiq, ishkini jo'nja to'lab aktab saldiqmi, ish qilib saldirayotgani yaxshi. Bo'lmasa asalab shu chaq yurak sevib ishlaymiz-da va. Bu odamning qo'saq ochiq o'xshaydi, ko'z ochiq qolsa siz mangmaysiz yo'lni. Shuni o'xshashdan men yurakniki. Şu çağda vaqtda saldiratdan hozir yurak zepish yo'q acha. Bo'lmasa shu chaq chiqdi. Endi hozir dorini qat'iy to'xtatsangiz bo'lmaydi. Aspirin, atopatik yalındım doriyasiz. Shu revmatizmdan shu vaqtda yeyman. Yuraknikini akşam yeyman. Bo'ldi. Ammo revmatizmnikini endi men hozirgacha bir tibbiyotisdan to'liq saqlayapsan, ko'mdim, ana davolab turam. Lekin yurakdan avvali chiqqan aniq xotirjam bo'lasiz. Tamam bazda kuduysa yakşı. Yurakning avval yaxshilanadiki, bak putungizniki ishi ozlaydi. Yurak sevibdish avval yaxshilangandan keyin-chi? U chaqda o'g'lingiz bilan kelgan-ku? Shu chaqda ansirab qolgan, lekin oxiri yaxshi edi. Yurakdan keyin tomirni ichib olsa, keyin mana uzunlik unum yaxshi bo'ldi.